Assalomu alaykum kimyo fani qiziquvchilari. Ushbu laboratoriya mashg'ulotimizda xlorid kislota, galogenitlar va yod uchun sifat reaksiyalarini ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga o'lchov pipetkalari, proberkalar, xlorid kislota eritmasi, kaliy xlorid tuzi eritmasi, kaliy bromid tuzi eritmasi, kaliy yodid tuzi eritmasi hamda kumush nitrat tuzi eritmasi kerak bo'ladi. Birinchi proberkamizga 2 ml miqdorda xlorid kislota eritmasidan quyib olamiz. Ikkinchi proberkamizga kaliy xlorid tuzi eritmasidan 2 ml miqdorda quyib olamiz. Uchinchi proberkamizga esa kaliy bromid tuzi eritmasidan 2 ml miqdorda quyib olamiz. So'nggi 4-chi proberkamizga kaliy yodid tuzi eritmasidan 2 ml miqdorda quyib olamiz. Endi proberkadagi eritmalarimizga navbatma-navbat ketma-ketlikda kumush nitrat tuzi eritmasidan 1 ml miqdordan quyib olamiz. Birinchi proberkamizga kumush nitrat eritmasidan quyib olamiz. Birinchi proberkamizga kumush nitrat tuzi eritmasidan quyganimizda kumush ionlari va xlor ionlari o'zaro birikib oq rangli cho'kma hosil qildi. Endi ikkinchi proberkamizga kumush nitrat eritmasidan quyib olamiz. Ikkinchi proberkamizga, ya'ni kaliy xlorid tuzi eritmasi mavjud proberkamizga kumush nitrat eritmasidan quyganimizda bunda ham kumush va xlor ionlari o'zaro birikib kumush xlorid cho'kmasini hosil qildi. Endi 3-chi proberkamizga kumush nitrat eritmasidan quyib olamiz.
Uchinchi proberkamizga, ya'ni kaliy bromid tuzi eritmasi mavjud proberkamizga kumush nitrat tuzi eritmasidan quyganimizda och yashil rangli, ya'ni kumush bromid cho'kmasi hosil bo'ldi. Endi so'nggi 4-chi proberkamizga kumush nitrat eritmasidan quyib olamiz. To'rtinchi proberkamizda, ya'ni kaliy yodid eritmasi mavjud proberkamizga kumush nitrat tuzidan quyganimizda, bunda ham kumush va yod ionlari o'zaro birikib, proberka tubida kumush yodid cho'kmasini hosil qildi. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, to'rttala proberkamizdagi eritmalarimizga ham kumush nitrat tuzi eritmasini ta'sir ettirganimizda proberkalar tubida cho'kmalar hosil bo'ldi. Ya'ni birinchi proberkamizda xlorid kislotaga kumush nitrat ta'sir ettirganimizda kumush va xlor ionlari birikib kumush xlorid cho'kmasini hosil qildi. Ikkinchi proberkamizda, ya'ni kaliy xlorid tuzi eritmasi mavjud proberkamizga kumush nitrat tuzi ta'sir ettirganimizda bunda ham kumush va xlor ionlari birikib kumush xlorid cho'kmasini hosil qildi. Uchinchi proberkamizda, ya'ni kaliy bromid tuzi eritmasi mavjud proberkamizga kumush nitrat tuzini ta'sir ettirganimizda kumush va brom ionlari o'zaro birikib proberka tubida kumush bromid cho'kmasini hosil qildi. So'nggi 4-chi proberkamizga, ya'ni kaliy yodid tuzi eritmasi mavjud proberkamizga kumush nitrat tuzidan ta'sir ettirganimizda kumush va yod ionlari o'zaro birikib proberka tubida kumush yodid cho'kmasini hosil qildi. Demak, to'rttala proberkamiz tubida ham cho'kmalar hosil bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Shuning bilan ushbu laboratoriya mashg'ulotimiz o'z yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.